Masalan, qo'shiq ayta boshlaydi. O'sha chiqarib yubormagan emotsiyalarimni chiqarib yuborganimdan keyin tomog'im asta-sekin joyiga keladi. Siz ham o'zingizni orqangizdan kuzatib ko'ring. Tomog'ingiz og'rib qoldimi? E'tibor qarating. Aynan qayerda va qachon siz o'zingizni xohlaganingizni ayta olmadingiz, ichingizdagini ifoda qila olmadingiz va o'sha narsalarni ustida ishlab ko'ring. Keyingi videolarda aynan ekologik ko'rinishda qanday o'sha narsalarni chiqarib yuborish haqida gaplashamiz, chunki bilamiz hammamiz 21-asrda yashaymiz. Har doim ham biz o'zimiz xohlagan narsalarni ayta olmaymiz. Ayniqsa o'zbekchilikda xo'p deyish kerak. Kichkinasan, yoshing kichkina, hamma narsaga xo'p deyishing kerak, o'zingni fikringni aytishing kerak emas. Shunaqa degan narsalar kabi ramkalar bor. Har doim ham biz masalan bizga yoqmagan insonga yo'q deb ayta olmaymiz va o'sha holatlarni ham ekologik ko'rinishda bizni o'zimizni ham boshqalarni ham xafa qilmagan holatda chiqarib yuborishni o'rganamiz. Agar shu mavzu sizga qiziq bo'lsa, kommentariyada iltimos yozib qoldiring va shu mavzu sizga qiziq ekanligini bilaman.